6:20 başta yarmigacha chiqib keldik to'g'ri. O'sha yerga chiqib olish kerak. Yamyashil sovuq havo. To'g'ri yarim ishi chiqib keldik. Naqiga video olmadik. Moshum pastga qo'ydi. Bundan beri faqat Niva bunaqa katta mashinalar chiqadi. Katta. Передний мост tortadigan. Havosi lekin dahshat. Salqin. Parchalanadi. Jigara endi bu bergi barilyapti. Daraxtlar endi barglayapti. Bir qilis. Qolgan daraxtlar barglagan. Davam etamiz yana. Bu yana kadar ya. Ha jo'nalar qaranglar, mazza qilib yotishdi. Ular egasi o'ga haytib qo'yar ekan, bir oyga bir 15 kunga bir sanar ekan tamom. Daryoni tutildi. Nima? Mol. Toshdan qanday o'tamiz endi? Suydan o'tib oldik. Dalshina ketamiz. Shamoldan herkes hopslan. Qorda shamol keladi. Quloqda yaxlab qoldi o'zi. Qiziq. Bu hozir bitta soydan keladi. Bunaqa soydan hozir 5-sini ko'rdik. Tog'lar arasına tushib keladi-da. 5-si. Mana buyoqda ha chashma suvlaring keladi, tog'lar arasida. Voy. Bu toqqan yozgan kishilar hechasi bilmaydi bular. Bu yoki Niva bilan dal shu yuqorilarga o'cha borib kelar ekanda, shu mollarga qarab. Lekin dacha qurgan. Yerga dam olgani kelishadi-da. Bu yoki joyga nimalarni olib kelib, chuqurni yeb ketishgan yerga kelib, dam olishgan. Rog'achmi? Rog'ach yomon ko'p ekan. Katta. Rog'ach dedim nima dedim? Shuncha suv hozir Chinnordan voqea borib kamaki topdi-da, nimalarga ketib. Bu bundan hozir 5 ta soydiga borib, bu shuncha. To'lla suv ketib. Qordi suv. Charchab qoldi odamlar, mollar qaraydi. Aytishapti. Har biri 12-15 million limit. Törkçe de diyecek, Törkçe demeyen bu. Bu ona bir paçkana var iyi ot diyor, bak. Has suda öte yer can öte git.
Suvda o'tamiz. Yo'q, baqirib ketamiz eshakda o'zim. Qorga yaqinlashib qoldik biz. Eng hozir ko'tarib soladigan joy keladi-da. Tili osilib qoladigan. Tikka chiqish kerak ekan. Mana shunaqa joydan. Agas qilib tikka chiqish kerak. Ali emas. Nari bo'ldi. Bir tomoshada gap tushkuriga emas, tomoshaga. Bu tomosha zo'rda bu. Bo'lmasamki bu yerga kelgan kishi 25 ming 30 ming bo'lsa ham 4 ta yeyman shu yaxshi deyman, misol uchun. 4 ta yeb jonga tegib qoladi. Bu tog'da havosi boshqacha. Bundan nafas olib bir xizoratga qilsa, bu boshqacha. Su. Qilma su. Voy, yurak kuyib ketdi. Mazza qilib chiqib oldik. Bir tosh o'g'rini kelsa ham der yanchib taylaydi bu. Suyagi ham qolmaydi odamning qayga, buni apasini toshi. Mana shunaqa joyda yurib ketarishar ekanda bular. Ha. Yo'q, pastga qarab yurmasang chalkashib urasan. Shunchagina joy. Mana shundan yurish kerak. Ha. Bu tepaga to'g'ri qaraydi. Bir yumalasa yomon yumalaydi. Menimcha yer qimirlaganga shu toshlar o'g'naydi. Chunki ilinib turibdi-da ko'pi. Bir libiyotga qilgan, libiyotga. Voy, qorga olib chiqib ketaman qarash. Ha? Pauza qilib o'ynaymiz. Bir cho'cho'lik esa uzoqroq qilib. Mana manzara. Ancha balandlikka ko'tarildi. Voy. Qushlar ovozini qo'ydi. Sherlargacha chuqurlar yana o'syapti. Sherlargacha bu katta mashina filtrlari, maslini filtrlar. Sherga almashtiring. Shergacha texnika chiqib kelganiga qo'yaylik. Bu yerda toqqa juda bo'yli ko'pda giyoliklar. Mana shu nima topgan deyishdi, yer naronaqa chiqqan deyishdi shu yerga. Nima ham deyishdi bu? Qushlar ovozini qaranglar. Boshqacha. Nafas olish qiyin bo'lib qoldi. Mana qaranglar. Mazza. Qortaygan. Yana 1 soatlik yo'l qoldi. Ha, qaranglar. Atrofning go'zalligini qara deydi kana u multfilmga. Daraxt qaranglar. Ancha o'tib. O'g'nayotdan sel kelganda. Nafas olib video qilmasa charchab qolyapti. Bular yurib o'rganib ketganda men bugun yerliganga to'q bir qadam o'zimizga. Sherga chiqishga erinamiz. Yo'li yo'monda nima deydi? Odam dappi bo'lib o'rganib ketgan, xomsemiz bo'lib. Ancha yangi hozir 6-7 oydan beri dam olib qornimdan asaram qolmadi. Ha, daraxtlar qarang. Ket suvni bo'yida ketaverar ekansan-da. Bu bunaqa yo'llarni yurib bo'lmaydi bu. Sal noto'g'ri oyoq qo'ysa
ketding, guppillab. Ana shunaqa azobli yo'llari bor-da. Shuning bu oson emas soqqa yurishim. Qayerda o'tib ketgandi bular? O'tolam. Bismillah, o'tdik. Telefonim chapga o'lib ketmadi yaxshi. Qo'lga ushlab ketaman. Dahshat cho'l yo'l. Lolami desam bu lola emas deyishdi. Nima narsa ekan? Lola bana shu lekin. Boya ko'rdik, lola ham chiqqan ekan. Orzular. Ana joylardan chiqib ketish yo'qdan qo'rqa. Endi qiynalashib ketaveradi. Daha endi pauza qilamiz. Boshqa joydan o'tib oling. Yog'ochlar aqilay. Endi qiynalashib ketaveradi buyog'i. Qorga qarab chiqilyapti-da. Shunaqa joyga chiqib oldikki, tasavvur ham qila olmaysizlar. Nega? Hech narsaga video ham qilmadim. Robinson Crusoe'ni passasini topib oldik yog'och. Endi bu yoqqa yog'och bilan yurib bo'lmasa yurib bo'lmaydi, tayoq bilan degan. Barragina chukurini yeb oldik. Hali pastdagilar kichkina. Bir tepaga qarab ketilaveradi. Oy. Mana shu chukuri, mana shu chukur bu kichkinasi. Ha. Hali bu nima deydi, pastga aniq tortiladi. Bu endi bir qo'lga neudobni. Ha. Bu kichkinalari. Ha, chukuri. Chukur so'raganlarga ravosh deydi. Samarqandliklar bu. O'zimiz tojikistonga bilmayman nima deydi. Bu ham aytib o'tdim shekilli. Vah. Tog'dagi boshqacha bor. O'zimiz tog'dagi. Atrofda qara tutsi deydi, naqadar go'zal deydigan multfilm Begemot. Ular tez yuryapti, o'rganib ketganda. Aytib sekin-sekin yuradilar, men o'tolmayman menga o'xshagan. Anaqa tayoq qo'yib, shunaqa o'tmasak o'tib bo'lmaydi bu. Oyoqda kattasi ham yaxshi ekan, uzuni. Mana shunaqa joylarga az ko'targanda oyoqda uzun. Bir hatlaysiz o'tib ketaverasiz. Mana suvlar oqyapti. Ana shu yerlardan sizib bizga boryapti, mana suvlar. Mana shu qorlardan sizib keladi, mana toshlar orasidan suv sizib kelyapti. Bunaqa murakkab joylardan yuriladi-da. Juda tikka toshlar. Agar bir o'nib ketsa ham tayinga qo'l ketsin. Tayyorlar ekan bu oyoq tay. Buncha oyoqqa shunaqa narsalardan kiyib olish kerak-da.
tosh urmaydi. Buni otini gidishga deydi, rossiyskiy. Endi. Ha, bu yerda o'tish kerak yana. Voy billa. Bu quyonga o'xshab faqat sakraydigan kun ekan. Sakra bo'libdi. Sakra. Yana o'tish kerak abi. Oh. Ha, suvlar. Telefon tushib ketsa ham suvga ishlayveradi. Mana shu telefonlarni shunisini yaxshi ko'raman-da, Islam. Bu suvga tushib ketsa ishlaydigan telefon. Tushmasin, ey aytaman. Voy. Hali so'raydiganlarni bo'y chechakmi? Ha. Endi chiqibdi. Buni qayerga chiqib ketdi? Bu tomonga chiqib ketdimi? Voy, qarsan qirib chiroyli. Voy. Ha, qirib chiroyli. Mana shu chukur o'rtoqli mana. Bu Hovoch deydi. Tushun haqida. Shu shekilli adashmasam men bilmadim men. Bular pastdan ketyapti. Men yo'ldan dugul to'p bo'ldim. Nima deyotgandim? Gapim esimdan chiqib ketdi. Nafas olmaydan chukurni qaymi? Mana shunaqa joylar ko'rsatdi bu. Odam yurolmaydi. Yana yerlar katta-kattalar bor. Endi kattarayib boryapti. Qiyin bu yerlarga. Odam yuradi. Mana shu turlar yuradi. Bizga o'xshagan ko'plar yurolmaydi. Ana shu yerda o'ziga tayoqqa qo'yildi bu. Kattalashib boraveradi. Bu yoq jangalga kirib ketamiz. Mana shu daraxtlar orasidan. Voy. Dahshat chiroyli. Havo joydan toza, havo. Archalar qaraylar. Oh. Olcha, yo'voy olcha ana, endi gullabdi bu yerga. Yana jarayonlarga tushamiz. Aylantirib tarmaga boradi bu. Mana bu.
Gapira olmay qoldi, tomoq qotib qol. Voy. Buni internetdan ko'rishimiz kerak ekanda, bizning tovuqning balandligi qancha metrlik. Ancha. Shuni bir qaramagan ekanmiz, anchalik baland. Yerimizdan to'g'ri. Sakarash kerak. Ballab. Sakrasham qiyin. Yo bismillah. Nimaga bo'yimiz uzun tug'ilgan desam, shu tog'larga sakrash uchun ekanda. Shu kerak bo'ladi degan ekanda, uni ham. Oyog'imiz uzun bekorga emas. Shu oyoqni uzuni ham kerak ekan, qaranglar. Bekor emasdan o'zi yo'q ekanda. Shu oyoq uzun oyoq ham kerak ekan, shunaqa joylardan sakrashga. Voy. Ana chukuri qayerlarga o'syapti, yana ekan. Bu yerlarga qo'y echki yuradi, qo'yib yura olmaydi, echki yuradi. Ha, boshdan chukuri уже. Ana mayda deb berlar. Bular qor tagiga boraylik deyapti. Qorga qiziqishibdi. Nega qorgacha hali yana abitgacha chiqib borsak ham katta gap. Mana bu yerga to'shak yotishgan. Ko'rpa qilib charchab qoldim men уже. Hali ancha yo'l bor. Daryo toshqin deydi. Suvlar toshqin o'ta olmayman degandek. Bunaqa toshlardan ko'tan chiqib ketadi. Qarasam, patinkan bo'yim yechilib ketdi. Toqqa bu yerda suvdan problema yo'q. Suv qadamiga. Endi yuqoriga chiqqandan keyin bu suv yo'q bo'lmaydi, qorni suvi. Tarman tagidan kelyapti-da, tarman muz tagidan. Oyoq bilan. Ko'zga urdi. Xuddi Shebin zavodi mana bu yerda to'plab qo'ygan, uni qaranglar. Xudoning karomati, qum. Mayin qum adena turibdi. Chekkiga. Xuddi Shebin adena yig'ib qo'yganlar. Bu ham selga bo'lgan. Mana shuncha toshlarni. Mana shu tog'dan tushib kelgan, mana shular hammasi selga. Tepaga yoqqan paytda bu yer to'lib keladi, to'lib. Mana endi yana tepaga chiqamiz. Ko'tan mebro biladi endi. Bu yo'llarga chiqishda o'zi bilan. Mana bunaqa qirra toshlar yeb tashlaydi. Menimcha mana bunaqa patinkalar az qotadi bu. Mana sizga uchiga tosh kelib bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Yani oyoq panjaga hech narsa qilmaydi. Uchiga temir bu. Mana shu chukuri hammasi anaga. Bu tomon Tojikiston tog'i, nar tomon o'tsak biz bu tomonga kelamiz. Endi shunday deyishdi, endi. Men esna chiqib ketgan, necha yil bo'ldi. Voy voy. Ana qorga ham oz qol. Juda yomon apasini joyladim. Men boshmaylaman bunaqa joylarga. Endi iloji yo'q.
Ha, chiqib ketamiz. Bu yerga bitta noto'g'ri oyoq qo'ysa ketdi. Ha, chukuri. Ha, shu chukuri bu kichkinasi. Hozir yuqoriga chiqarsak filli qulog'iday bo'ladi kattaligi. Mana kattarib ketyapti. Bular qarigan ekan. Mana shunday kattalik bo'ladi. Tagiga chukuri. Buni mana shunday oladi. Bismillah. Endi tag yonida uzilib ketdi. Bunaqa to'rtog'i uzilib ketaveradi. Mana kattaligi. Filli qulog'ida. Mana. Ha. Rosa balandlikka chiqib ketgan. Bularga video ololmadik chunki ko'tam mebra bo'lib chiqib kelgan shu pastdan. O'zimiz ko'rinmaydan be. O'zimiz pastda ko'rish uchun ikkita tog' o'tdik arasidan. Shu toqqa chiqib kelamiz. Bu kichkinalari bilan. Katta. Mana shu qulog'ini uzib bo'lsa. Mana qariganlar ekan bu. Mana shu gullarning qarigani bilan. Bu oyoqqa cho'nqima. Mana chukuri. Mana. Endi quloq katta bular. Mana bu yoqqa. Mana. Mana chukuri. Mana shu qattiq to'qiladi. Mana shu yerdan shag'i uztalanib bo'ladi. To'qib bermaydi to'pni. Hamda bir ketaveradi borgancha o'zimizga. Hali paskani kakliklar sayrayapti. Yeb ketilaveradi bu yumurg'ay. Dehqonchilik. Yuqori yana tarmalaga kelamiz. Quyosh ancha bo'lgan chiqqani, lekin bu yerga toqqa kechroq ko'rinadi. Ayniqsa soyga bugungi soat 10 bo'lsa, bu yerga soat 10 ga mana soylarga quyosh tegishi mumkin. Buni aytaymi? Ha, eshak yurganini biladi. Eshak shuncha balandlikka bu tepaga pastga bosh aylanib ketadi. Bir yumalasa ham bir 5 metrga odamni suyak maydalanib ketsa kerak. Shuncha joyga eshak jannat chiqib ketaveradi. Eshak. Eshak chiqqan joyga odam hansirab zo'rg'a chiqibdi. Barakalla bu eshaklarning joniga deymiz. Qo'lga hali ham Chingizda tayog'i, Chingizda bordi. Nimadagi TikTokdagi. O'shaning tayog'i. Tayoq bilan buyurib bo'lmaydi, bez tayoq. Chunki bir tayyorlik ketsa ketdik Sumurdagi ish deganda. Bunaqa qilib gapirib bo'lmaydi. Voy bila. Havo juda toza lekin. Ana ular ko'rinmay. Men eng oxiriga yuraman chunki zo'r yuraman.
Qushlarning ovozini qaranglar. Kayfda bu kayf. Ana qushlarning ovozi. Ya, bular. Salqol. Ha? Bu mana jo'nadan ketibdimi? Ha, kattasi. Hafta uzib ko'raylik ham. Ya bu qarigan ekan. Yarmigacha chiqib keldik. Ana ko'ryapsizlarmi? Kattar boshlayapti o'zi. Bu yoq. Ozgina qo'llarni toq. Shunga ham pashta bir 2 soat 3 soat yurish kerak edi, ozginasi ham. Tarma degani ekan, o'rtoqlar mana bu tarma. Mana shu 3 metr 4 metr balandlikka, qallikka bo'ladi. Yana bu yog'i 2 metr 3 metr farqi yo'q. Har xil bo'ladi razmeri. Mana yanaki. Mana shu tarma mana bu yerga qo'ygan. Mana bu boshqa bu tomondan keladi. Tomon suvdan soydan keladi. Mana bu soydan mana har yoqdan yana shu qorlarning suvi erib o'zimizga boradi. Ana manzarani qaranglar. Pastga qarab bo'lmaydi, bo'sh aylanib bu yerda. Xudo ko'rsin bir tushib ketsa. Chuqurlar ham mana shunga yarasha kattarib ketaveradi mana. Mana ki. Aytganim. Bular shu qorga oldiga boraylik deyapti, endi shu qorga shaqarab ketamiz. Mana bu qaranglar, toqqa bir xudoning bir mo'jizasi. Bu tomon tosh, bu tomon to'proq bo'lyapti qaranglar. Bemalol narsa eksa bular. Ya bir mo'jiza-da. Bitta tosh yo'q ichiga bo'lgan, buni qaranglar. Mana shu yonaga polni o'tib kelyapti. Lekin shu yergacha endi mollam yuradi, mol uchadi deyapti, nima qo'y yurar ekan-da, asona bergan. Qo'ylar ko'p yuradi deyapti. Mana eshak otlan izi bu. Yotgan mana shu yerga. Mana shu yerda qo'ylar mollik ham bor ekan. Molli tezak. Mana shu forisi yig'lyapti. Shuning uchun o'tizor bo'lyapti mana bu yerni. Shu yerga yotqizganda. Hali endi qo'ylar endi chiqib keladi-da. Ana. Ha, endi suvga keldi deyapti. Suvga chiqib deyapti. Baqa ko'tanib suvga berib ketdi anasimiz. Yosh qiziqqan, shu tog'da orqasida nima bor ekan desam, bu tog'da orqasida yana tog' deyapti. Men shu yergacha kelganman, bunaqa o'tmagandim. Mana bu tomon Tojikiston tomon, arqa tomon shaxtamiz, bu shaxta past qolib ketdi. Shu yergacha kelganmiz. Bundan vaqt o'tmaganmiz. Bundan dal shu yana ketadi deyshadi. Bu nima deydi? Ana unaqa. Pishtot. Xush bo'lgan joylar borda. Ana shaxtlarga qarab ketsalar deyshadi. Biz bormaganmiz, juda uzoq yerlarga. Kilometrlar yurishadi yerga. Ha, Qiyog'da afzalligi bu yerda ilon chiqib qolsa kallasi solasida. O'zi aytganda ketmon bilan beliga solasan. Men oyog'iga solaman deganda bu chingizda tayog'i bilan ilonni biqini solamiz mana chiqib qolgan taqdirga. 100 yillarchilar bular tova qilmay. 100 yil devormaydi. Balkim 100 yildir. Juda qanotchilar. Biz oldiga boramiz. Aka, juda yo'g'on. Men telefonni qanday ko'rinyapti? Yana ko'zimga juda katta-da. Masalan, qaranglar, belini quloch yetmaydi odam. Yana pastga. 4 kishi birlashsa ham, qo'lini birgalashsa ham yetib bo'lmaydi.
Ana shunday katta bo'laman. Yaman pastligi bilan zontik. Bemalol zontik hisob bo'ladi. Kattaligi juda katta u. Haqiqatan zontik qilsang bo'larkan, shapka bemalol. Zontik kattaligi. Nasıl imson? Plastik. Bemalol. Qushlarning ovoziga kayf qilasizlar. Nasıl imson? Tinch. Shag'ir yo'q, arenda yo'q, boshqa yo'q. Misol uchun deyman-da. Yomon tikkaligi. Mana bu yerlarni yursa bo'ladi, mana bu yoqdan yurolmadim men. Bular tepaga chiqib ketdi. Ha. Ben çünkü yorulmuyorum. Bir paraket bo'lgandan ko'ra, undan ko'ra tinchgina o'tirgan yaxshi. Nima просто terishga men nima deydi? Chiqarib terishga emas. Tomosha qilishga keldim. Основной. Mazza qilib deydi-ku. Tarmala erib. Hozir bu tomonni ko'rsatay. Agar cho'chqalar o'yib tashlaganmi? Cho'chqalar o'yib tashlagan. Yo'q, cho'chqa bo'ladi deb. Archa, jon archa deganni. Ana bular necha yillik archalar. Ana tog'day. Qorni ustiga yuramiz fashti biz ham. Ozgina tepaga chiqish kerak-da. Hafsala bo'lmay qol. Ayyan qor. Boya uzoqdan ko'rgan qorlarimiz oldi kelganmiz. O archaning har tomoni zov bo'lyapti. Bu yerga bitta oyoq qo'ydingizmi, ketdingiz. 2 kilometr pastga qarab, jahannamga qarab. Ana shu tomonga qaytib o'tamiz endi. Ko'p joydan yurib keldik. Başta bize ana shu tog' tagiga borishimiz kerak. Moshim shoq qolib ketdi. Ungacha biz nechta o'tib keldik. Tepaga chiqib o'sha tog'da ko'rmoqchi edik. Uni orqasiga dala, shuni qo'yib boqiladigan joy deyishadi. Dalish ketadi yana. Yurib bo'lmaydi, oyoq qo'yib bo'lmaydi. Tikka yon, mana bunday yonmosh. Shu yerdan asta-asta o'tamiz endi sekin-sekin. Gaplar.
Ana o'rtoqlar tarmaga ham yetib keldik. Bola qilib. Tagida suv o'tib ketyapti. Ustiga chiqma lekin bir xil gap ayt. Gup et tushib ketar cho'k. Ha, vaqt tomon muzlaganda muz. Bu onangning bir tikon. Yilol. Qara. Ha, xo'sh. Qalin-g'a. Qor. Ana shu qorlar erib o'zimizga boryapti. Mana qalinligi. Toma ko'l bo'lurdi, mana shuni aytadi, mana qor. Mana ustiga chiqdi. Damiga 2 metr, 3 metrning balali qalinligi. Ha, tarmaga ham yetib keldik. Arqaga nima bu? Xalta bu. Mana shu tarmaga ham yetib keldik. Chingizni tayog'ini haylab qo'ydi. Ha, shunday ketyapti qor. Yog'ib tomondan. Bu ana shunda erib suv ko'rib boradi mana bu. Ha. 3 metr, 4 metr qalınlık yani. Oradan çıkıyoruz şimdi. Çıkar yozluk yine. Ha, yoz kelmem desin bilen ne yapayım. Kız zamanı kadar. Tagidan suyu etki toptu. Buradan bir mucize alsa. Muzlu yaptı. Shuncha qor tepadan tushib, mana shu tepadan qayrilib keladi. Dahshat. Ha. Ustidan görünmüyor mu? Evet. Suya çıkıyor lan. Ana. Su kitap varında. Doğru karayla kaldı mı? Ağacın tarma değil. Ha, kadar alçana. Ana şurada yeri su gör burada özümüzde. Ha, terilgan mana shunaqa katta bo'laman. Ha, katta. Boya ko'rsatdimki, shapka qilsa bo'ladi, bemalol. Endi bular mana bu shu yerda shunday qilib qadga to'pdi bular. Sekin qaytamiz.
dahshatmani için qarang. Ey. Amir Temur g'o'ri bo'lyapti. Xudo ko'rsatmasin bir cho'ksa ham bu gup etib joyiga o'ldiradi bu. 4 metr qalinlikka kamiga. Chuqurga ketgan. Necha bahra o'tiraylik. Bir cho'ksa ham joyiga o'ldiradi odam deymi? Qalinligini qara. Uchi ketgan, qo'ligacha. Uruyor ya. Bu tepadan geliyor ha. O ko'rlar ko'rda buramizda olib qo'ygan keldi. Ha, bu tomondan suv kelibdi. Endi dakansa endi shu daryoni bo'yida ketamiz. Bak, keti ish to'q yana qor. Onu qarang. Qaytish mana. Qorga yurmaydi. Voy billa. Bu tepaga chiqqanlar ana endi pastga qarab ko'tam ne bor bo'ladi-da. Shuncha joydan. Ana shu tog'ni orqasiga o'tishimiz kerak aldi. Shu. Har doimgidek men oxiriga yurib bo'lmaydi. Hamma qarma. Baxtdan ham qor oqib kelgan baxtdan ham ana shunda erib bo'rabdi endi o'zimizga. Ha. Ustiga yursam bo'ladi, buni gup etib cho'kib ketsa tamom qor darasi qo'yib o'lib qolasiz. Mana shuni taydan osib o'tib. Bu qancha toshlar kelib urib pirs qilib. Chiqadi. Tamam. Kete şanaga sarmaymiz. O zo'rg'a turibdi ana shu. Gup etib tushib ketar. Ha, çok güzel. Çok güzel. Ayolni kuch yetmaydi, tiris bo'lyapti bu. Ha, shu tepalarda gudar bilan kelardi to'g'ri. Soyda ichiga ona shu yopishib qoladi kel. Osmon bulut bo'ldi уже. Yomg'ir yog'ishi mumkin. Shuning uchun haydadik gaz qilib.
Daraxtlar öyle. Rahmet ol. Mana shu tepalikka chiqdik boya biz. Uni bag'dan qor surilib kelgan. Mana shu tepadan keladi, mana suvlar kelyapti ana. Mana shu qorlan suv. Toma ko'l bo'lardi, bu hozir 5 ta 6 ta daryo qo'shiladi bir-biriga. Yurib bo'lmaydi o'tir. Keyin bo'ldi, telefon bir qo'lga. Вообще. Chiqish yaxshi. Tushish o'ldiradi pastga qarab. Yurmasang ham odam o'zi yurib ketaveradi. Oyoqlar egilib. Biz qon bo'lib oyog'im. Vay. Ola yetib olaylik endi. Qo'ziqor. Qayerdan tushirib olmayman. Dağdan tushirib o'tdim. Ha, zakon ko'rinib chiqdi. Yo'q, qumini olma. Kesib suv oling. Tursinmaydi ular. Buni suvga tiqib olish shunday ko'say solish kerak. Toza bo'ladi. Qo'mala. Свежий. Suvda keti yo'q, to'xta u. Qayerda shaqqa ketamiz men? Qo'lga yana bitta chuqur ham urib oldik. Yo'ldan topib oldik. Vay. Bu soyaga turgan zo'r bo'ladi, tamam. Mana bu eshak yomon chaqadi. Yo'q, mana. Mana chiqqan shemsherdan chiqib ketdi. Yer topishdi yana. Salla xo'sh. Mana şeylerden su siz kilo tog'dan. Tepadan siz kilo.
Tarma. Oh. Aşağıda yapacağız yani. Bunu koy. Dikkaten siz gelin. Asya kadar yürü bulmayır bu. Ben bir gemi yap çikolata içki. Vay. Manzaradan karayla daraklanı. Korun köyü de bana. Yer iskem yok olan. Salkın bu kız salkın. Qaytish jarayonlaridan yana bittasi. Nima demoqchi edim, kecha dahshat issiq edi o'zimizga. Hozir ham shuni yapsa kerak. Tog'da bir shamol purillashini qaranglar. Voy. Sal bilinmaydi bu. Buni harorat qanday desam-da 0 gradusga turibdi. Shamollanmasa ham bora. Ayollar bitta ana shu yerdan tushib kelamiz ana shu. Yo'q, onajonning hamsa. Mana shu yerdan tushib kelamiz. Yo'q. Hali ancha bu. Hali lagerda bir oldiga baq yetma. Ancha o'tgandan keyin qo'yganmiz. Shungacha ancha yurish kerak hali. Voy. Qushlar ovozini qo'yinglar. Quyosh chiqyapti, lekin bu yerga toqqa salqin bilinmaydi. Aramız necha kilometrda? Şu hozir shu menimcha 8 kilometrlar bo'lishi kerak. 8 kilometrmi toqqacha. Xo'p, yerga qo'ymay. Endi biz ham shergacha chiqib kelgan joyimizgacha hisoblayman buni. 8 kilometr bu. Yaqin, juda yaqin. Do'stlar yo'lni aylanib kelinardim. Mo'shin. Chiqish borish. Mo'shindan buyog'ini ko'rsatib boramiz keyin. Qo'lga bitta chukura qisqa qarigan o. Poska so'raydi, 4 ta berib beramiz. Poska nima olib kelibsan deb so'raydi. Berga o'zimizda Xudoga shukr yaxshi ish qilib nima deydi, indamaydi. Toqqa bemalol xohlagan chukura deysizmi, nima giyoh kerak bo'lsa teri olsangiz bo'ladi, lekin kesish yo'q, shunaqa narsalar taqiqlanadi. Jarimasi bor ekan. Yaxshi bir suv bilan. Qanaqa mana bu giyohmi, choymi nima kerak bo'lsa teri olib yurasiz, bemalol. Dehqonchilik. O'zingizga yarashadi endi. Kamas qilib olib sotilish kerak deb aytilmayapti-yu. Sochib uyiga yarasha. Voy. Oyoqlar orqasi hali. Fiziz bo'lib bizdan. Va nihoyat tushib keldik pastga. Voy, bu qayerda to'xtab qoldi. Ana shu omonxonaga shunaqa yo'l bu. Mana shu yo'l, xuddi omonxona yo'lga o'xshaydi.
Tog'da qaraylar manzarani. Tog' tagiga. Bitta kelib tushsa ham sharaf ketib yo'q-da. Mana qo'ya tushib ketgan. Ko'tam ne bir bu. Xullas salom. Soatda hozir soatda ko'rsak 14:13. 7 hozir 6 7 8 9 4 soat chiqish. Xo'sh. 9 10 11 12 1 2 4 soat pastga tushish bo'lib ketdi. Yana 1 soat hali uyiga yetib olish bor. 8 soat vaqt ketdi o'pish. Voy bilan. Has holi mashina oldik ham. Yaxshi. Kelgani shu yergacha ham keladi mashinalar nima? Biz pastga qo'ydik. Torta deydi. Torta deydi. Mana mo'g'lan qaraylar, alam. Masallik, mazza qilyapti-da bular. Ha, jo'ni chaqadi. Bular mazza qilyapti bularga. Pashqa ham chaqmaydi, shuliga ham yo'q. Eng suv. Oppoq suvni shulay cho'q tindig'ini. Bulardan qolgani bizga ishamiz keyin. Mana tushib kelishyapti mo'llar tepadan. Kep, hammasi naslli ekan pashqa. Alsam bo'g'ozmi deyman. Mazza qilib Arab daryoni ichidan suvni urishyapti. Ana cho'ponlar. Stalbalar bu svit yo'q degan, sim yo'q degan. Eski shaxtdan nimalari kabrigacha o'tib ketishgan. Shaxta bordi, ko'mir qazirdi berlardan. O'rg'illar yurardi. O'rdan. Necha yil o'tib Mollar mazza qilib ketdi. Bachalari ham bor ekan, bachalar. Mana oyoq. Bizi oyoq tom bo'ldi, oyoq ishlamayapti. Peshayib ketibdi baqara, bittasi baqar, bittasi baqar. Yerga mol bo'lyapti. Bayog'i setga tutib olishgan bu qo'lim. Bayog'i mana shuncha balandlikka ekskavator o'yib tepaga chiqib ketgan. Men shunga qo'yib qo'yaptim bu Muratov. Bu qanday bu mo'jiza-da bu. Yaxta ho'ligan tog'dirmasini o'sha qordan olib kelyapti. Shamoldan eshitilyaptimi telefonga? Dahshat. Suvlar ham. Bu boshqacha bor. Bu yerda havos. Shuning uchun tog'dagilar baquvvatman. Bu ham klaplar ochilib ketdi, onasi ham bor-ku. Dixanalar. Bir 10 yildan ham oshib ketdi, toqqa chiqmagan. Faqat Rossiya qilib. Ana mazza qilib. Suvda ovozlarni qaraydi. Ha, içolaylı bismillah da. Oradaki.
Hozir ancha joyini ololmadim. Nafasim qaytib zo'rg'a o'zim chiqib keldim. Bu juda tikka podyomdan chiqib keldik-da. Nafas ololmayotgan joy. Hozir bilmayman necha ming metr balandlikka chiqdik. Mana shu tepaga chiqib ketdi. Texnikalar. Ha. Yağın soydan kelyapti shu suv. Qorlan suvda bu. Bu bunaqa hozir 3 tami 4 ta joydan qo'shilib bitta bir bizga o'zimiz daryoga boradi. Mana shu bitta tog' u tomoniga o'sha Tojikiston bilan chegaramiz. Nar tomon Hisor. Regar tomonniki bu. Adashmasam, yana ancha yil bilib yetsan chiqib ketgan. Anaqa kavrak, endi eski keldi. Ha, berga. Shuna chiroyli turibdi. Chiroylar chega. Mana shuncha joy chiqib keldik. Ana qorga yana o'z qoldi. Bu yerda hozir bu yerda ololmadik, ko'tan chiqib ketdi bu tepagacha. Shu moshin qanday chiqib kelibdi, men shunga hayronman. Eski moshinlar nevara chiqib kelar ekan. Archalan hidini. Oh. Uyda archasini demsa kerak, ha. Uyda archasini hidi. Yaxshi, ya bar tog'dagi boshqacha bu. Tog'dagi farqi bor ekan. Uyda ham shunaqa hidi, lekin undan ham kuchli ekan, bu hidi. Mana bu kechaki buni nima derdi ham, mana bunaqa boya tilim bicha turuvdi. Mana shunaqa narsa ko'p, mana sariq. Bu yerga lo'li. Mana shu lo'li bo'lsa kerak, lo'li ekan, ha. Lo'lami shu? Bir ko'raylik qani shuni. Lo'li shu, ha, endi chiqibdi. Lo'li emas bu. Mana unaqa ekan, nima deydi? Bir bola deydi, mana motorni esim chiqib ketdi hamma narsa. Suvda kelyapti.